Aksu vaziyetidan xabardor muaziratdagi kishilardan biri Aksu Ma'rif institutidagi tutqunlar haqida bergan ma'lumotida Dunyo Uyg'ur qurultayining sobiq raisi Dolqin Aysoning mazkur maktabdagi o'qituvchi aksi Yalqin Aysoning tutqun ekanligi haqida ipuch bergan. Dolqin Aysoning aksi Yalqin kammo ichidemiş. Hem de onu Dolqin Ayso efendim o'zi bilandi qanchalik kerak. Xuddi ma xushtarni bildi, xushtar ichdi. Çoğun aksi Yalqın kamı o mu içi demiş. O mu Aksu'daki Aksu Spen'in okutukçusu. Şu yani ama Spen'in ama. Aksu şəhərlik dövlət amanlıq ətritining bir siyasi yetakçisi Yalqın Aysoning dilosini o'z tutmaganligi va uni jinoiy ishlar razvedka bo'limiga o'tkazib berganligini tilga oldi. Bu işte biz vaqtdan tepdim. Biz jinoiy ta'tirni o'tkazib bergan bu diloni. Shu so'roq jarayonida bu o'zining ixro qilganlari nima bu Yalqinning? Siz shu so'roq qatnashdingizmi? Yo'qmi? Ishlab tutilgan kundagi so'roqlar siz bo'lishingiz kerak qo'y undaqda. Yo'q. Shu diloni o'tkazib berishning oldida so'roq bo'lmadimi? So'roq tatmadingizmi? Yo'q. Siz xizmatdoshlaringizdan bir so'rab javob bera olamsiz. Hozir qayerga jazo ta'tganligini? Ma'lum bo'lishicha, Yalqin Ayso 1984-yili Xinjiang universitetining matematik fakultetini bitirgandan keyin Aksu viloyatlik Ma'rif institutiga ishga tushgan. Dolqin Aysoning deyishicha, 2017-yildan keyin uning aksi bilan aloqasi kesilgan. Uning oldingi yillarda dadasining salomatligi haqida uning bilan bir necha qatim so'zlashgan. Onun ahir qitim hem de şu 2017 yıl 4. ayda apam bilen apıtın ayrıldığım günüzlerden ahir qitim telefonda sözleşiyor bolgan. Onun aldı 7 ayamlarda olsa telefonu yapışıp tuttuk yıkırak şu çoğunluğu apamı dadam telefon açtım. Çünkü dadam kayırıp kalan boğaçka bir operasyon çıkıp kişisi keşfedip kuşlar bilen akam Yalqın şu akam bilen inim demleşip karayıp deyemdi. Kim kuşlarına ekirip diyen şu akam karagan boz gerek. Hem de kaçan ekirip etkenliğini bilmedim. 2019 yılı aksini tutkun dikenligi ve 20 yıllık kesilgenlik hakkında cemiyetten gayri resmi uçuragan. Fakat 2019 yılı Mümkeye vaxtında Japonya'ya gittik. Yani bizim gayret genç bilen görüşüp boyumuşunda yap çıkıp Yalqın malını işte ekirgizip diyen gapni gayret yetkizgen bana hakkında. O 7 yıl dedi bir katım, yeni bir katım da 24 yıl dedi. Ama alan haberim şu. Ondan başka bir haber alamadık ama 2021 yılda 1. ayda Xitayla açamını sözü güzüp bir video işledik o bizim öydekilerine. Videoya çıkarıp onun içinde şu akamın oğlu sözü güzüptü videoda ayalı ba açam ba ama onun da akamı yok videoda kuşlarımı yok. Aksu'dan telefonumuzda qabul qilgan, ammo o'zini oshkorlashni xohlamagan bir soqchi xodimining deyishicha, 2017-yildagi cho'ng tutqunda Yalqin Aysoning telefon aloqa xotirasidan uning chet el bilan telefonda so'zlashganligi bayqalganligi uchun shu yilning oxiri tutqun qilingan. Bir oycha davom qilgan so'roq jarayonida uning inisi Dolqin bilan so'zlashganda Aksuda tashkilot qurish va atalmish terrorlik qilib berish haqida ta'lim olganligiga majburiy iqror qildirilgan. O'tgan haftalikki aniqlashlarimizda mazkur institutning o'qituvchilarining tutqun qilinish jarayonida maktab soqchi xodimlarining aktiv hamkorlashganligi ma'lum bo'lgan. Shunga biz mazkur maktabning soqchi xodimlariga telefon qildik. Bu Yalqin Ayso qayerda qanday tutildi, qachon tutildi? O vaqtda shu o 70-4 yilni topilgan. Ham so'raganda gapirgan gapidan biz qapasak. U yerda shu turmoqcha. Shu Goboniki akapiringlar deb qutirish qilgan chog'da siz so'rab baxmadingmi bu? Nima javob beribmiz buning xatoligi nima deb? So'ragan gapida o yil gapni bizning hukumatdoq shundan topirgan to'q. Sud ichildimi? O sudni yapıp bizim çağırtmada onu hukumatdoqimiz sud haykalligini. Aloqador soqchi xodimlaridan biri Yalqin Aysoning tutilishi haqidagi yuqori qushurning to'g'riligini dalilladi. Bu hamda bu Yalqin Aysoning bu jinoyati nima bo'ldi? Nima deb bekitilgan bo'ldi? Cinayeti emnimizi tılpında şu çetilen alakası diyen bir yapar yani mağlukum tağında. Bu chet el aloqa qilgan chog'da chet bilan qanday aloqa qildi? Chet eldagi ma'lum bir to'rni ko'rganmi yoki ma'lum bir do'stlar bilan aloqa qilganmi? Chet bilan qilgan aloqasi nima ekan? Chet bilan qilgan aloqasi shu to'rda birini tushirib, Rabbimni qilimiz buni izlab topolmay shuni bilan shuni vazgeçgan deb aytib chiqibdi.
Bu xodim yana Yalqın Aysa haqidagi sud hukmini ko'rganligini tilga oldi. Uning deyishicha hukmnomada Yalqın Aysa atrofidagilarni tashkilot qurishga va atalmish terrorlik qilishga qudratganlik uchun 20 yillik kesilganligi qayd qilingan. Ya'ni buni bundaq bir ma'lum bir terrorlik guruh qurmoqchi bo'lgan, qurgan degandek bu cho'ng bir nima otildimi, otilmadimi? Onun atlıkçı, o birisi de şu kusura bulganda, ama çoluk muhtemelen onunla oyacak. Andın şu teşkilat kuşunun bulganda, onu çok güzel. Andın şu hizmet kuşulandı. Onu tözle çaplak bulganda, onu iş kişilik kılıp şunun olan Nurgiyalik faoliyatchi Abduvali Ayıpning deyishicha, Yalqın Aysa aslida enisining siyosiy irq ko'rinishi sababli jamiyat kishilar bilan aloqa qilganda alayida ehtiyotchan bo'lib kelgan. O'zini oshkorlashni xohlamagan soqchi xodimining deyishicha, Yalqın Aysaning ikki o'quvchisi bilan xalqaro vaziyat haqida qilishgan odatdagi paranglari sotlanish jarayonida burmilinib, qudratquliq deb xotirlangan. Maktab soqchixonasining yana bir xodimi Yalqın Aysaning Shinjong universitetida birga o'qigan ikki saboqdoshi bilan birlikda sotlanganligini tilga oldi. Yetakchilik qilgan. Ikki do'sti sizlar birga jazolanganlar. Ular bilan do'st munosabat qanday odatda? Bu uchning ichida bu uchlisi shu bu uchchi terrorlik planlagan degan shu jinoyat yo'li tutilgan bo'lamdi. Jinoyat fakti shu. Ammo bu ikki saboqdoshning kimlar ekanligi haqida ma'lumot bermadi. Xodimlarning ham deyishicha, Yalqın Aysa navbatda Urumchi birinchi turmada jazo o'tmoqda ekan. Bizga kelgan inkasda o Yalqın Aysaning bir qiyinchilikqa ilingan, ixro qilishga majburlanganligi haqida bir gap bor. Bu to'g'rimi? Endi u bo'ldim bo'lmadimi o ma'lum ma'lum. Yalqın hozir endi qaysi turma jazo o'tadi? Sizning bilishingizda. Shu urumchidagi birinchi turgan olmuş. 2 yildan oldingi aniqlashtirimizda Yalqın Aysaning inisi Xushtar Aysaning muddatsiz kesilganligi, uning oldida onasi Ayxon Mamatning lagerda jon uzganligi oshkorlangan edi.